Hozir bir qiziqarli voqea bo'ldi. Kimdir bir o'qishqirdi. Tursunovoy, Tursunovoy. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ayollar sotuv bo'limida xudo xolasa katta bir tadbir bor ekan. Bugun Orzubekto jamoasi o'zining transportlari bilan, galavalari bilan setomizga xizmatdamiz. Bugun oddiy ishlab turamiz. Bugun xudo xolasa bizlar bilan birga bo'ling. Kim shunday xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, profilda nomerlarimiz bor, Orzubekto profili bor. Girib bemalol murojaat qilsangiz bugun Orzubekto bilan to'yingiz, tadbiringiz chiroyli o'tadi. Zo'r shou ko'rjak bo'lsangizlar. Girdik. İki iştirakçımız. İki ishtirokchimiz. Adınız kim? Adınız. Yok. Laberxan abkamiz arka bir adım attı. Endi bu yerda ko'rib turganlar barcha. Endi qurib bosganda emas, sal darpana bersa ham o'tizadi. Tushunarlimi? Asa tayyor bo'lsangizlar, girdik. Bola bilan girib turasizmi? Çıktık. Girdik. Girip çıktık. Şimdi iyice şemen dedim. Kozgun ahir. Şunda azı. Ake girin hop. Hazırlaştır. Girin. Çıktık. Girdi. Siz çıktınız ku. Ben gittiniz mi ya? Bu işlemi. İçana girin şunda. Çıkma abi. Girdi. Çıktı. Ona 3 ishtirokchimiz. Üçüncü iştirakçımız. 3 ishtirokchimiz. 1, 2, 3. Aka adınız kim adı? Zamira aka. Sizniki ne? Maftuna. Sizniki ne? Mahliyo. Maftunaxon, Zamiraxon, Mahliyoxon. Turizmga ketsa kerak o. Ey, xodimlikni turizmda bor. Xo'p, biz endi 3 ta ishtirokchimiz bilan qoldik. Aka, agar bola bilan o'tsangiz siz nominatasiz, xudo xolasa. Endi ozgina qiyinroq bo'ladi. Shartimiz sal yiplarni kichaytiramiz. Chunki 3 ta odam qoldi. Asosiysi ishtirok. Da. Asosiysi ishtirok. Endi 2 ishtirokchimiz qoldi. Agar hozir bo'ladim, shu turi bo'ladigan bo'lsa, 2 g'olibimiz bo'lishi ham mumkin. Albatta. 2 dona birinchi o'rinni yutib olish ham mumkin. Tayyor bo'lsangizlar esa girdi. Chiqdi. Girdi. Çıktı. Girdik. Çıktık. Girdik. Anla. Çadan paket eklediniz. 7 tane slabiku. Slabi. Doğru. Verem doğru lekin. Bala bilan konkurs tutsa bo'ladi. Lekin paket eklab bo'lmaydi. Xo'p, bir dona telefon geldi hozir. Boshini aytaman. 99 bilan boshlangan. 888 510 50 15. Sizmi? Qani olingan telefonni? Oldingizmi yo qo'ydingizmi? Yana birovlar urib turibdi, endi kech qoldik. 50 15 sizmi? Az endi 88 38 urib turibdi. Klient nima ekan? 15'e telefon uramiz. Zara birinchi yegan telefon shu. Qani, padarkani bering. Qani. Alo. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz hozir ayollar kiyim do'konidan padarka o'tib oldingiz. Xabarim bor deng. Shundan Qarsaklar bo'lsin, keling. Marhamat. Buning sharti tekshirishimiz bor. Telefondan bering. Instagram'a giring. Podpiska bosganmisiz? Ko'rali. Agar podpiska bosmagan bo'lsangiz, boshini o'tirishimizga to'g'ri keladi. Paketni boshqa birov beramiz. Qani.
Ayollar. O'zi 2 dona profilga bostirgan ekan. Ayollara. Moda bozori. Marhamat. Tabriklaymiz aka. Tabriklaymiz. Bir qarsak chalib qo'yinglar. Xo'p, shartimiz qiyin emas, to'g'rimi? Osongina. Yana bir nomer aytamiz. Yana bitta nomer aytamiz. Tayyor turinglar. Hamma tayyormi? 93 7 yozdim-da. 93 967 03 21. Ketdi. Kim birinchi telefon ursa? Shartimizni g'olibi shu. 3 2 1. Hozir menga keladi shu nomerdan. Endi menga gaptirdi. Qo'yib ketdi. Tanishingmadi bu. Yo'q. Hech Qo'yilib kim ketdi. aytib turgani yo'q. Ko'p odam telefon Xo'p, orqali hisobini bir nomer geldi yine, bir nomer geldi. 99'lık 679 91 25. Siz mi? Tersekle olsun. Alo neyim? Ha? Başka birini haberdiniz, gepleşin. Siz mi hanım? Bo'ldi. Qani podpiska bosganmisiz ko'rali? Ayollar kiyim do'konida podpiska bosgan ekansiz. Tabriklaymiz. Shartimizni g'olibi aytgan bo'ldi. Marhamat. Xo'p, Yana bir ishtirokchi. yana bir ishtirok. Yana bir ishtirokchi. Yana Diqqat bitta. bilan eshitmanglar. O'sha telefon keldi. Alo. Ana, hepçe siz bir gün içinde iki padarga utuş ega bo'ldingiz. Rastlanam siz mi? 078 Ben Roma'man. Ne yapıyorsunuz? Utku adam telefonu mu? Ne oldu lan? Bilmem mi? Padarka tuttu mu? Nerede? İçeride. Aha, oldu. Sabahtan mısın? Urma kayıt bulamıyor, koydum. Podpiske baskan mısınız? Verin. Bir gösterin şimdi podpiskeni. Podpiske baskan ekenler. Bu zor. Allah dükkanına patpiske. Marhamat. Padarka ezip ola geldi. Tebriklayınız. O paketsiz geldiniz mi? Oho. İndik. Erken paketsiz geldiler. Adı Paket tüketmese bilen bu. geğenizde hem şovdan hem padar götürediz. Hem paketli arkasında yine bir paketli padarga utup gideriz. Ha, hop. Hem de plan her xil gördün. Apkes adınız kim? Dinara. Dinar Xon apkes. Çapa gidek geldiniz. Eshitasiz. Ha? Kim bilasiz? Aha. Az aytsanız Köp dedi ya. okşaydı. Köp okşaydı. Azgına mı? Yiğitlisi var mı? Uzun kumar apkemikinden köp mü? Çoda Dinar apke çapa gidek kendi yaşırt tuttular ortakla. Benimce ya azgına ya dımkı. Ya şermendeli. Ya milyon derecede. Ya yırtmak kem ya paketini. Paket yarımına geldiniz bir. Ana. Hop, bazı şartımızı tushuntiramiz. Tushunarli mi? Dinar apkema tutama futbol ketdiydi. Sizga kelgandaki yana bir narsa deysiz. Sizga keladi yana bir narsa deysiz. Apkema keladi yana bir narsa. Shu bilan bir narsa o'tib ketasiz. Kızlar e'tiborli bo'lib tursa, shu narsa bormi aynan do'konimizda yo'qmi? Shu narsa Biz bilmaymiz-da, chunki. Tayyormisiz Dinar aka? Asa oxirgi qarsak so'rasin. Bir qarsaklar bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Marhamat. O, men futbol ketadi. At Ak köynek. ko'ylak. Kapkara köynek. Kapkara köynek. Necha oladi u? Endi shu girasi ak köynekni qarasi turgan bola. Ak köynek. Rubashka emas-da? Ha, ak ko'ylak. Ak köynek. Aha. İç köynek. Bir de erkeklerin Yo, bazı sizniki men ne oldu da aka? Romal, hava. Romal. Ko'ylak, bir dona ko'ylak. Agar ish qilib Ro'molli ko'ylak. ro'molli ko'ylak bormi? Bor. Hop. Krossovka. Aha. Oho. Bosonojka bormi o'zi? Bor, gel. Aha. Tufli. Tufli. Zakolka. Baba. Zakolka bor.
Очки. Açki bak o. Gönek. Gönek işten var mı? Vay ne diyeyim köpez var bir de. Духи. Duhi ba. Двойка. Dvoykele ba. Cins çabuk. Cins charol ba. Şampun ba. Bunun var mı? Güzel çapacak. Sumke ba. Ulaşni. Bulaşlı o ba. Özü bir de işlem ismi dinler ki? Navaju? Заколкада отдельному. Заколкада kim o'tdi? Zakolke bilen aşırı bir kılma. İkisi bir xil narsa ekan. Boshqa narsa. Başkası. 5 sekund vaqt beramiz sizlarga. Rexona. Rexona ba. Bormi Rexona? Jaket. Jaket. Jaket bor. Plaş. Plash. Sumka aytildi. 1 2 3 4 5. Hop. Adınız kim adam ki? Zuhum arabki. Zuhman aka. Xafagarchilik yo'qmi? Hammasi zo'rmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Lava. Oo, ko'ylak olib topgan meni. 7 paketmadi? Ha, 9 paket. Dimzo. Hozir bir qiziqarli voqea bo'ldi. Aha. Kimdir bir o'qishqirdi. Tursunoy, Tursunoy. Endi uni bilamiz, lekin akkurat niyatib ichib. Bedavon aytib olmaydi axir. Shuning uchun aka hozir siz ham utishingiz mumkin. Bir dona narsani ayt. O'sha tayyorlab ham qo'ygandirsiz, sen ayting qani? Pijama. 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 Ba. Ba. Men ham buni ochishim mumkin. Hali zapasdan bormi? Yana nima olaman? Ishqilib bor. Ha, uni hamma biladi, prosta aytmay turibdi. Men ham birsini bilaman. Aha. Detskiy kiyimlar hech kim aytmadi-ku. Bormi detskiy? Beda yo'q, shuncha ish qilyapti deb. Ikimiz umuman berdik. Hozir bor ekan-ku zato. To'g'rimi? Xo'p. Xo'p, bizani Birinchi o'rinni albatta hozirgi shartimizda g'olibi Dinar aka tabriklaymiz. Xudo xolasa paketingizdan bilarmiz hozir. Arizdan. Qarsaklar bilan hisob qo'yamiz. Merhabalar, şeraflar. Hammanın keyfiyati zo'r. Yana ham keyfiyat tilaymiz. Hozir bundan ham yuqori bo'ladi kayfiyatlaringiz, xudo xolasa. Endi sizlarga va'da berganimizdek, ayollar kiyim do'konini maxsus tayyorlab qo'ygan sovg'alarini hozir egalarine topshiramiz. Sizlardan bir dona iltimosimiz, shu biza egalarini telefon urgan vaqtimizda jim bo'lib tursangizlar, hammaning reaksiyalarini ko'ramiz, xudo xolasa. Hamma tayyormi? hamma telefonlarni qo'lini olib tursin, e'tiborli bo'lib tursin. Shu ikki dona apkamizga hozir telefon qilamiz. Telefon 27 paket. Birinchisini nomeri. O'zingiz chiqarib o'tiribsizmi? Qani? Keyingi nomer. Bizning nomer bor. Sizmi? Aytib bering. 23. Layla apka sizmi? Keling apka. Qarsaklar bo'lsin. Hozir yonimizda bir dona televizor bor. Agar o'zlaringizni xohishingiz bilan, agar ikkingiz kelishgan holda kim ikkitadan bo'lsa, menimcha shatamiz ertaga ikkingizdan kelib ektasizlar. Birinchi Yulduz Apkam moda chiqdi, to'g'rimi? Qarang, bugun Yulduz Apkamga beramiz. Bu apkamiz Layla ertaga apkamiz. kelsa, Layla apkamiz ertaga kelsa, azonda 9da ikkinchi televizorni olib ketadi. Uy sharda maqim. O yo'q ekan-ku. Asa sizga mayli bir 10-13 soat bir sabr tilaymiz ozgina. Azon bilan 9da kelib turib,
o'zingizni podarkangizni aytasiz. Hozir buni yulduz apga beramiz. Rozimisiz? Qarsaklar bo'lsin azar. Yig'ib sabr etib kutganlari uchun ham bir podarkalarimiz bor ekan. Albatta, ayollar kiyim do'koni bugun hech kimni xafa qilmaydi. Shuning uchun televizor utgan apkalarimizga yana qo'shimcha sovg'alarimiz bor. Tabriklaymiz. Marhamat. 32 dona nomerini ol. Ikkinchi o'rin sohibasini telefon. Ikkinchi o'rin sohibasi Ikkinchi o'rin. Bu yoqda ekan. Kamilaxon singlimiz. Qarsaklar bilan olqishlab turasiz shuni ayt lekin. O'zim kelaman. Ammo o'zing kelasanmi? Yana sotuvchilar aytibdi o'zi keladi dedi. Bu narsa sotib olamoqmi? Ya quruq paketni ikkitami? Reja pul neydi olasan? Ekan. Yine ekan arkasından bir tane kirmaşin. Doğru olib kelgan. Ekanga xabari bormi kirmaşin ketishingdan? Yo'q ha. Endi ha? Sho'x Ishda fikrasandan ha, papa ya bu kirmaşin podarka bu. Ha? Tabriklaymiz. Buni aytsinmi? Kirganda akasidan mashin podarka aytyapman dersin. Akam shokka tushib yuragim bo'lmas rasam qizni mashin ekan. Kirmaşin deb aytdi. Yaxshimi? Chisi mashinda bo'ylamasin. Singlimiz ham qarsaklar bo'lsin. Ikkinchi o'rin g'olibi bo'ldi. Mashinani sen uchun qo'shimchasini ayna o'zingga chiroyli ayollar kiyim do'konidan sovg'a. Zo'rmi? Cho'dan o'tkana o'xshamaydi sanki. Настроение yo'q. Yaxshimi? Kimi? Akangami? Paket keldingizmi? Necha paket keldingiz? Ha, ikkingiz 1.32 paket berdingizlar. Xo'p. Asa bu podarkani apkangga berasan, buni sen uyingga ketasan. Yeringa Zo'rmi? Xaladinlik, orqaga aytasan xaladinlikdan. Tabriklaymiz xaladinlik sohibasini chiroyli podarkani zo'rini oladi. Hozir endi xaladinlik hamdan ham qo'shimcha podarkani zo'ri. Tabriklaymiz. Ayollar do'konidan hamma xaridingiz bo'laversin. Bundan ham zo'r paket, bundan ham zo'r paketlarni yeyman. Bundan ham zo'r podarkani o'tib o'tirish nasib etsin. tilaklarni eshitadi. Bir tilaklarim. Shuncha odamman. Shu ayollarga gapni egalasidan birinchi rahmat aytaman. Shuni o'ylab o'tirgani uchun. Ammo shuni o'ylab ko'tarib turib, ishlaring davom et. Hammaning omadi kelsin. Rahmat.